Şu o'ng tomonda og'riq paydo bo'lib turib, o'ng tomoni yotolmaydim ham, yonboshlasam ham og'riydi. Televizorda NTV kanalida reklama qilib qoldi. Shunday doktor oldi, shunday nimalar bor. Yana bitta ikkita shifo topganlar gapirdi. Shundan birdan men ham telefon qildim. Shu dekabrdan beri 3 oy davomida ishdim hozircha. Shu jigarda ham, o'tda ham og'riq yo'q. O'zi birinchi o'zgarish nechinchi oyligidan boshlansa, sal o'zingizga? 3 kunmi boshda o'rta ekan. Qo'zg'avolib. Qo'zg'ayman ekan. 3 kun yo 4 kun boshim og'ridi, keyin bosh og'rig'im yo'q bo'ldi. Ancha yengillashib bordim. Endi hozir Saxirman ham shu Davlinaga aytdim men telefon qilib, olib berdim mana shuni. Assalomu alaykum azizlar. Biz Doktor Ali jamoasi hozirda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida istiqomat qiladigan Ochilov Toshbolta amakimlarning xonadonlariga tashrif buyurdik. Manzaralari alohida bir ta'riflashga so'z ojiz, juda ham chiroyli joyda joylashgan ekanlar. Xudo xohlasa, amakimlarning salomatligidan xabar olib, duolarini birgalikda olamiz. Men Ochilov Toshbolta ismim. 66 yoshga kiraman. Shu o'ng tomonda og'riq paydo bo'lib turib, o'ng tomoni yotolmaydim ham, yonboshlasam ham og'riydi. Shunday deb o'tirdim. Televizorda NTV kanalida reklama qilib qoldi. Shunday doktor oldi, shunday nimalar bor. Yana bitta ikkita shifo topganlar gapirdi. Shundan birdan men ham telefon qildim. Shu dekabrdan beri 3 oy davomida ishdim hozircha. Jigar o'tda ham yo'q ketdi. Juda yengil bo'ldim shunda. Endi hozir bu yigitlar keldi. Saxir ko'tarilibdi, Davlina bor. Mana shunga doktor Aliga murojaat qildim. Yigitlar olib berdi. Mana shuni endi bugundan boshlab ichishni boshlaymiz. Xudo xolasa. Harakatdan sal o'zgardimi oldinga? Harakatim yaxshi, yengil bo'ldim, ancha yengil bo'ldim. Shu 3 oy mobaynida mana shu o'zgarish. 3 oy mobaynida, dekabr, yanvar, fevral oyi to'liq 3 oy oldimda. O'zi birinchi o'zgarish nechinchi oyligidan boshlansa, sal o'zingizga? Birinchi boshlanishi o'zlari ham aytuvdi. Nima 3 kunmi boshda o'rta ekan. Qo'zg'avolib. Qo'zg'ayman ekan. 3 kun yo 4 kun boshim og'ridi, keyin bosh og'rig'im yo'q bo'ldi. Ancha yengillashib bordim. Keyin yana telefon qildim. Ikkinchi oy yanvar oyi yana ichdim. Fevral oyi yana bir iching dedim. Mayli deb turib fevral oyi ham shu ichdimda. Choylar, ayniqsa choylari juda bir mazali ekan. Achib, ancha yengil bo'lar ekan. Endi hozir Saxirman ham shu Davlinaga aytdim men telefon qilib, olib berdim mana shuni ichib ko'ramiz. Bundan ko'yin ichdingiz bundan? Bu birinchisimi? Mana ichdim. Ichdingiz narigadan. 3 ta sirop. 3 ta sirop. Xudo xolasa. 2 mahal ichdingiz faqat? 2 mahal ichdim. Endi 3 mahalga oshirib, Xudo xolasa. 3 mahalga oshirish sababi organizmga qancha ko'p kirsa, shuncha natijasi ham ko'proq. Mayli. Shuncha tezroq bo'ladi, Xudo xolasa. 3 mahalga oshirib bemalol sinov qilasiz inshaalloh. Bizga savollaringiz bo'lsa bemalol beravering. Savol yo'q shu. Akam chiqishganda akam o'zlari aytisharmikan deb o'ylabmiz. Sizga ko'rib. Keyin o'zlari aytib qoldi, dadam aytishadi. O'g'limga aytdim-da. Sen chiqib tur kelyapti ular. Siz ancha tetiksiz, ancha yaxshi ko'rinasiz, Xudo xolasa. Endi xudo bag'iga ham shu tartibda davom ettirsangiz, inshaalloh, qaraymiz. Saxirda ham me'yorda o'shab, kayfiyatingizni zo'r qilib, ertalab salqin havoda sayr qilib biroz. Badan tarbiyalarini bajarib. Siz zo'r tabiatda chiroyli joylaringiz bor ekan. Xudo xolasa, yanada yaxshi bo'lib boraverasiz inshaalloh. Saxir jiddiy kasallik emas, Davlina ham jiddiy kasallik emas. E'tibor berilsa, hammasi normada yuraveradi. Endilikda mana mahsulotlarni mana bularni ham sinov qilib yanada yaxshilanib, Xudo xolasa mana sizni Hindiston safari uchun yo'llamaga ham qo'shib qo'yapmiz. Inshaalloh nasib qilsa, omadingiz kelsa, Hindiston safari uchun yo'llama ham aynan sizga chiqib qolsa, inshaalloh birgalikda Hindiston safariga ham borib kelamiz. Mana bu yerda kechayotgan o'zgarishlarni ko'rib, u yerdagi malakali bo'lgan yana mutaxassislar bilan fikr almashib, yanada sog'lom bo'lish uchun birgalikda Xudo xolasa harakat qilib boramiz. Endi bitta duo qilib berasiz, Xudo xolasa. Sizlarning ishlaringizga ham har doim omad bersin. Bizlarga o'xshagan keksalarga uyimizgacha olib kelib beryapsizlar. Yo'lingiz oydin bo'lsin har doim. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Mana shunday xastalarga bergan nimalaringiz shifo bersin. Alloh.